Kushinova. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga imtihondan keyingi 5 kunimni bitta videoda ko'rsatishga harakat qilaman. 2 soatlik imtihondan charchab chiqsak, professorlarimiz bizga universitet logosi tushirilgan sumkalarda podarkalar taxlab turishgan ekan. Restoran. No, restoran más café. Kafe emas. Sal ulamay qolgan joyi. Ustozlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib, ulardan ham iliq fikrlarni olib, dekanimiz bilan obed qilishga bordik. Obeddan keyin uyimizga tarqab, soat 4:30 larda yana universitetda yig'ildik. Kitayskiy tennis o'ynash uchun bu o'yinda eng kamida 5 ta ishtirokchi qatnashishi kerak. Agar yaxshi o'ynaydiganlar bilan o'ynasangiz, o'zingizning ham darajangiz ancha oshadi. Shaxsiy tajribamdan o'tgan. Ikkinchi kunimni esa universitet tomonidan sovg'a qilingan futbolkamni kiyib, YouTube uchun video olishdan boshladim. Endi esa linza taqadiganlarga foydali maslahat. O'zi har doim linza taqmayman, lekin tadbirlarga borganimda ochki taqish ozgina noqulay bo'lgani uchun linza taqaman. O'sha kuni ham kechga Christmas partiyaga borishimiz kerak edi va Apolloga borib ko'zimni tekshirtirib, linza olmoqchiligimni aytsam, ular menga taqib ko'rishim uchun 1 kunlik va 1 oylik linzalarini, uni suvi va linza idishini tekinga berishdi. Agar yoqtirsam, keyingi safar kelib pulga sotib olishim mumkinligini aytishdi. Siz ham sinab ko'ring. For example, if I get 3 here, so yeah, that's fine. This is treatment, but Partiyada ham oxirigacha o'tira olmadim. Ovqatimni uyga qaytib bordim, lekin qizlarning aytishiga qaraganda ular o'sha kuni mazza qilib raqs tushibdi. I hope not the last. I hope for new students from Uzbekistan in the future. And it was a pleasure for me to host you, to have you here. I enjoyed every moment with you because you were so nice and so reliable and so funny people. давайте, endi olaman. Boshqalarni bilmadim-u, bu meni eng ko'p pul sarflagan joyim. Sug'urta kompaniyasi Barmer. Ma'lumot o'rnida aytib ketaman, bu yerga oyiga 150 yevrodan to'ladik har birimiz. Lekin biror marta ishlatishimizga to'g'ri kelmadi bo'lavergan kartani. Bu ham yaxshi, ham yomon, chunki boshqa kompaniyalarni 30 yevrolik sug'urtasidan foydalanishimiz ham mumkin edi. Keyinroq ozgina afsuslandik. Berilgan Mastercard agar student bo'lmasak, oyiga 6 yevro yetishini bilib, kartani to'xtatish uchun bankka o'tdik, chunki biz hademay O'zbekistonga qaytamiz va ortiq Germaniya studenti hisoblanmaymiz. Malik, sen ham oldingmi? Bu yerda esa City Deregistrationga kech qolganimizni bilib qoldik. 4-kuni qilgan eng katta ishim Oberstdorf C ga borish bo'ldi. Biz uni hazillashib, Oberstdorf C deb ham ataymiz. Menimcha Oberda bundan xafa bo'lmaydi yoki xafa bo'lganini bildirmaydi. O'zi Oberstdorfga ketayotganimizda uylar juda ham ko'p, lekin aynan mana shu uy menga juda yoqadi. Nimaligini bilmayman, lekin har doim havas bilan qarayman shu uyga. Bu belgini ko'rganimizda har doim havasni bir eslaymiz. Tan olib aytishim kerak, bu videoda siz bu joyning chiroyliligini umuman his qila olmaysiz. Bilmadim sababini, quyosh yo'qligi uchunmi yoki kun botayotganda borganim uchunmi? Bu esa nemis tilidagi bitta so'zdan namuna. Bitta do'konam har doim aytadi. Nemis tilida so'zlar undosh harflarni ketma-ket qo'yishdan tuziladi. Nima deb o'qishni ham bilmaysan odam deb. Bu yerda esa Polshani chegarasiga o'tyapmiz. Albatta qizil pasport bilan. O'zi Polsha bilan chegaralar juda ham ko'p ekan. Bu o'shalardan bittasi.
Bu esa 3 ta davlat kesishgan nuqta: Polsha, Germaniya va Chexiya. Chegarani kesib o'tishimizdan asosiy maqsad ham mana shu joyga borish edi va bu kunimni eng asosiy qismi bo'ldi. Orada o'xshamagan kadrlar bilan bitta zo'r kontentga videolar oldik. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, mador xafa bo'lmaysiz. Bonu, siz ham. Endi o'zingiz gapirib turing, qo'shiq aytib turing. Alloh berdi, siz ham. Videoni edit qilishlarini kutib qolaman. O'ylaymanki, juda ham zo'r video chiqardim. Faqat men editimda unchalik o'xshamagan bo'lishi mumkin. Shu bilan 5-kunim ham o'z nihoyasiga yetdi.